Voy, men notebookda maza qilib ishlab o'tiribman. Hop, voy telefon chalayapti. Alo, Soliho, siz bo'lasizmi? da mamma. Siz bilan muhimroq ishimiz bor. Qanaqa ish? Yog'in kelgandan keyin bilib olasiz. Hozir sizga telefondan lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Bo'ldi, hop. Xo'sh, qanaqa ish ekan? Nima bo'lsa ham yaxshilik bo'lsin. Ehtiyotdan ozgina pul olamiz. Mashinamni olay. Benzin kam quradi. O ana lokatsiya keldi. Bo'ldi, endi ketdik. Uyimni ham remont qilishim kerak. Yangi oldim, men ishni ham hali qo'ymadim dashi. Shuni ham yengilab qo'yib qo'yishim kerak. Bo'pti, qani hozir boraylikchi. Bo'ldi. Benzin mashtam. Benzin qo'yapti. Benzin qo'yib olaylik. Endi o'tiramiz. Ana bo'ldi. Qanday mamlakatga qarab bir yaqin ekan. Endi anaqaga boraylik, mamlakatga qarab boramiz hozir. Ana hop. Daraxtga urilmasdan sekinroq, buyoqroqqa ketdi mana. Adashmasam mana shu yo'l bilan borilardi o'sha shaharga. O'sha shahardan mana shu joyga. Ya'ni bo'lmasa hozir yetib olamiz bittada. O'sha lokatsiya mana anaqani ko'rsatdi juda, men bilasman deyman-da. Mana sekin bunda o'tib to'xtaylikchi. Hop, mana kaltaman mana. Kalta bori. Assalomu alaykum, biroz yaxshimisiz? Siz menga telefon qilganmidingiz, adashmasam? Ha, men sizga telefon qilgan edim. Telefonda ovozingiz boshqacha chiqqan-ku. Endi telefonda hech kimni tanimasligi uchun ovozimni shunaqa o'zgartirib qo'yaman. Xullas, siz bilan bitta ishimiz bor. Meni bitta dushmanim bor. Men o'zim biznesmen. Shuni yo'q qilish kerak. Xo'sh, kim ekan u? U mana shu shaharda yashaydi va u juda ham boy inson. U qayerda yashashini men sizga hozir ana Telegramda topib tashlab beraman lokatsiyasini. Ertagacha bir kun ichida siz shu insonni yo'q qilib kelishingiz kerak. Men buning uchun sizga $2000 pul beraman. $2000mi? Mayli, hop, siz menga tashlab qo'yingmi o'zi, men bu ishni o'zim nizimim ko'raman. Hozir uyimga boraman deb, bo'lmasa arajalarimni tayyorlab turaman. Tashlab qo'yasiz bittami? Aha, bo'ldi, hop, men sizga tashlab qo'yaman o'zim. Bo'ldi, hop. Rahmat, hozir men o'zi uyimga ketaman. Xo'sh do'stlar, yomg'ir yog'ardi yana. Qani ketdik endi hozir. Hoppa, xayrlamiz. Ehtiyot bo'lib. O'zlashdan ketamiz endi uyimizga. Uyga deganim to'g'riroq. Qayerga tarafdan ketardim? Bu o'gani uyim, joy topguncha ancha vaqt ketdi. Bo'lmasa uyimga borib arjalarimni tayyorlay. Hozir bo'lmasa ketdim, uyga boraman. Xo'sh, meni anaqa ham lokatsiya tashladi. U juda ham unchalik uzoqmas ekan. Do'yla qarasam o'zimga juda ham yaqin joyda ekan. Shuning uchun boshqa mashinamda voy, oyog'im mashin anaqani to'g'rilab qo'yishmasa bo'lmaydi. Oyog'im yomon tushdi, lekin borib kuni kech bo'ldi, tezroq borishim kerak. Ana mashinamni kelayotganda jarima maydoniga tiqib qo'yishdi, afsus. Shuni sevmam bo'ldi. Voy, benzin qoldi. Hozir shuni uydan benzin olib chiqib olay. Xo'sh, mana anaqani ham oldim. Benzinni ham oldim. Hozir endi shuni mashinaga qo'yamiz deb tez borib ishchim bo'yicha u vashiyatda katta anaqa ekan. Nima deydi? Oshpaz ekan, shaharda obro'si baland ekan. Hozir shuni borib yo'q qilishim kerak. Ana gakras. Bo'ldi, ketdi, endi yursa bo'ladi. Mini mashinamda. Mana shu yo'lda adashmasam. Tekshirib ko'rdim endi. Mana ochdi.
sekin bildirmaslik kerak buni. Sekin bunda mashina to'xtatgandek qilib o'g'ani o'sha ichkarida turibdi. O'sha kishi. Ya'ni sekin bu mashinani ko'ryapman, lekin to'xtatish bor. Sekin mana ishga tushib ketgandek qilamiz deb o'zimizni doktorib bo'ldi. Hammasi hal ketdi, endi qochgan bo'ladi, militsiyaga kelib qolmasa. Mana hop qochamiz. O shaharda militsiya o'zi ishlayapti. Tezroq qochish kerak, tezroq qochish kerak. Uyim mashta edi adashmasam. Mana keldim. Itni qo'yib ko'chirib. Hop, mana ishdan. Voy, mashina to'xtab qoldi. Mayli. Tezroq suraylik. Uyga tezroq surish kerak. Ertalab bo'lgandan biratdan ko'rishim, o'z uyim keladi. Telefon qilaman. Men birat telefon qildilar menga. Eshitdim mashta keldi. Assalomu alaykum bratim, yaxshimisiz? Salom, yaxshimisiz? Sorry, siz bekutganimdan ko'ra ancha yaxshi. Yo'llab qotil ekansiz. Bir mashina $20,000 tushungan sizga. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Siz bilan yana ko'rishamiz. Ishlaringiz bo'lsa menga aytaverasiz. Mayli, ha. Ajoyib. Menda $22,000 bor hozir mana. $2,200 bor deganim. Xullas, video shunday bo'ldi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying.